O'tgan safar opog'oy bo'lib bering dedilar, opog'oy bo'lib berdim. Ichidingda bitta qiz yalmog'izni videosini jo'natibdilar. Mayli, yalmog'iz ham bo'lib beraveramiz. Varsa şekerin, çaya geçelim. Tamam da kanka, çaya geçelim. Shu xonadan. Abaya yalmog'iz kampir, salom qani, ovqat qani, farosat qani, supurgi qani. Antibda isbirga ham. Bunda ham yetishdi, lekin qoni ochlarga keyin o'ynaymiz masalan, multfilm tiklaymiz. Bari jonim, bu olmani yeb o'zingni tiklab ol. Ovqating yo'q. Qani ovqatlaringiz? Dala kalamushimi, qurbaqa so'raydimi, yo'qmi? Shunaqa bo'lar bo'lmas narsalarni yeb, mana qorningga qara, mish qorn bo'lib ishib ketdi. O'zingizlar kalamushni kelib ketdi. Shu yerda turib turga 2 minut. Mana bir detoks bo'ladi. Mana shunaqa mish qorn semirib ketganlarni zo'r ozdirib beradi. Ichinglarni polniy shlakladan, gijjaladan ham tozalaydi. Foiz tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. G'imir qilib joyida o'tira olmaydigan gijjasi bor bolalar uchun Riki tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan bo'lib, tarkibida achchiq tarvuz urug'i, qovoq urug'i, pijma, xullas orqasida yozilgan agar farzandingiz kechasi tishini g'ichirlatib, slishkam asabiy bo'lib ketgan bo'lsa, uyqusi normada bo'lmasa yoki ozib ketgan bo'lsa slishkam yoki semirib ketgan bo'lsa, O'tyapti mumkinmi? 500 mingdan oshiq bolaga o'sha bu yordam bergan. Yana qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, profilim shapkasida ссылка bor. O'sha yerga nomerlarni qoldirsanglar, konsultatsiya olsanglar bo'ladi. Konsultatsiya olish bepul. Mana olib, mana o'zingiz, mana bolalaringiz. Shuncha narsani qatdan bilasiz o'zi? Xolisi.